Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, aziz yurtdoshlar. Navbatdagi obyektimiz Xudo xolasa Andijon viloyati Bo'z tumani Yangi qishloq MF o'zimni mahallamda bo'lyapti. Xudo xolasa bir boshidan obzorni qilib tanishtirib o'tishga harakat qilaman. Buning uchun bizni qo'llab-quvvatlab bittadan laykni maqlab ketasizlar. Videomizda xato kamchiliklar uchun uzr so'rab qolaman. Xudo xolasa qo'limdan kelganicha ustozimdan o'rganganimcha hamma joylarini qo'ldan kelgancha tanishtirib sizlarga video manfaatli bo'lishi uchun kerakli ma'lumotlar berib o'tishga harakat qilaman. Xudo xolasa hammom bo'yicha yangiliklarimiz bor. Hammom bo'yicha yangilik endi nima desam ekan? Bozorlarga chiqib, bundaqa dekorativniy panellarni ko'rib, sizlarga yoqmayaptimi? Kafel qildirmoqchilar, kafellarda bir dizaynlari, bir turishi yoki bir unaqa gullari yoqmayaptimi? Endi muammo emas, xudo xolasa o'zingizlarga yoqadigan narsani bir surati bo'lsa telefonda o'zingizlar xohlagan razmerda mana shunday PVX panellarni o'sha telefonning surati tushirilgan, telefondagi surat tushirilgan holatda chiqartirsanglar bo'ladi. Xohlasanglar o'zingizlarning rasmiylarini ham chiqarib berishaveradi. Narxlari ham xudo xolasa cho'ntakroq bo'ladi. Sizlar aytgan razmerda bo'ladi. Hammomiylar 220 mi 220 razmerga, 2 metrmi 2 metr razmerga, xohlasanglar 280 mi 280 razmerga chiqartirsa bo'ladi. Hozir men sizlarga hammasini hozir mana shu hammomga mana shunday narsalar ishlatilgan ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. Bizni qo'llab-quvvatlashda davom etib turinglar, layklarni ayamanglar. Mana shunday hammom qildirmoqchi bo'lgan tanishinglarga mana shu videoni maksimal darajada jo'natib qo'yinglar. Xudo xolasa videoni bo'lmasa boshladik. Bu xonamiz razdevalka xonamiz bo'ladi. Proyektimiz mana shunday proyekt qilingan. Razdevalka xonamiz kichikroq proyektda bo'lgan. Oldingi holati. Mana bu yerimizda eshik bo'lgan. Eshikni mana shunday yopvordik. Endi eshik bo'lsa razdevalkadan umuman foydalanib bo'lmas ekan. Razdevalkada faqat shu vishilka turar ekan. Boshqa narsa turmaydi ekan. Bu yoqda ham eshik bor. Bu tomonimizda ham mana shunday eshik bor. Hech narsa qo'ysa bo'lmaydi ekan. Endi biz uydagilar bilan maslahat qilgan holda bu tomonni shunday bekitdik-da. Mana shu tomonimizga mana shunday chiroyli holatda kirmoshinaning tepasiga mana shunday rakovina, oyna, mana shunday holatda xudo xolasa joydan ekonom qilish uchun kirmoshinaning tepasiga qo'yilgan rakovinadan o'rnatib berdik. Endi joyimizdan ekonom. Mana bu yerga kirmoshina qo'yib, mayga rakovina qo'ya olmasdik. Shu tomonlarni hisobga olganda, joy torligini hisobga olganda mana shunday dizayndan foydalandik. Xudo xolasa kirmoshinalarimiz ham mana ular berganimiz zakonli holatda ishlab turibdi. Chiroyli holatda zo'r, xudo xolasa qo'ldan kelgancha chiroyli qilib tanishtirib o'tamiz yana. Oynalarimiz ham mana abagirefli, o'zi quritadi. 3 xil svetlari bor, 3 xil tarzda yonadi. Ko'rib turganlaridek sovun qo'yadigan, mana bu yerimizga mana zuniy pastalar uchun ikkita stakanchik, bu tomonimizga esa ertalabda kirganda yuz sochiq uchun kalsolarimizni o'rnatib ketganmiz. Xonamiz nima desam ekan, elektromontajlari to'liqligicha yevro montaj bo'lgan, zazimlenali bo'lgan. Hammasini zazimlenalari bilan qilganmiz. Rezetkalarimizni ko'rib turibsizlar, mana zazimlenali rezetkalardan qo'yganmiz xudo xolasa. Xonamiz hammasi Aristonuyu, rezetkasi, oddiy lampasigacha hammasi xudo xolasa zazimlenali bo'lgan. Qo'ldan kelgancha chiroyli qilib berdik. Pastimizda, bu yog'imizda motor, avtomat motorimiz o'rnatilgan. Mana suxoy o'zini o'zi zashta qiladi. Bochkada suv tugab qolsa, o'zini o'zi himoya qiladi-da, 5-6 daqiqa ishlab suv kelmasa o'chadi. Mana shunday motorlarimiz, suxoy motorlarimizdan o'rnatilgan. Tepasida mana ikkitali rezetka, kirmoshina bilan plus motorga. Mana shu holatda bo'lib turibdi. Rakovinamizni ko'rib turibsizlar mana. Rakovinamiz ham mana 60 ga 60 razmerdagi kirmoshinaning ustiga tushadigan mana shu holatdagi rakovinalarimiz. Semistitlarimiz xudo xolasa latun materialidan umrlari uzoq bo'ladi xudo xolasa. Qurishlari ham yaxshi zo'r. Chiroyli holatda turibdi. Bu tomonimizga mana sushilka ilganmiz, sochiq-pochiq quritish uchun yoki ilish uchun mana shunday holatda mana ilib quritsa bo'ladi. Xonamizda bitta mana shunday vitichkamiz mavjud. Ortiqcha hidlarni yoki bir parlarni boshqani tortib ketsa bo'ladi. Bunimizni mana bu yog'imizga vyuklyatorga ulab qo'yganmiz. Vyuklyatorda yoqadi, vitichkamiz ishlaydi. Bittasi svet uchun, bittasi vitichka uchun.
Bu yog'imizda teoplipol sistemamiz mana ko'rib turibsizlar, hozir 50 gradusga chiqib turibdi ekan. Mana 50 gradusda normalniy haroratda даже oyoqda kuydirsa kuydirmaydi-yu, lekin oyoqda kuydirishga kelgan haroratda isib turibdi. Xudo xolasa chiroyli holatda isyapti. Ikki xonaga alohida tashlab berganmiz. Kiranlikdan o'chirib yoqsa bo'ladi. Ikki xonani alohida Xudo xolasa mana shunday ko'rinishda bo'lib turibdi. Xudo xolasa bu yog'imizda mana shunday avtomatchiklarimiz o'rnatilgan. O'z avtomatimiz bor. O'z avtomatimiz bilasizlar, ko'pchilik biladi. Tok ursa avtomatik tashlaydi. И plus zazimleniya ham qilib qo'yganmiz. Mabodo bu ishdan chiqsa zazimleniyamiz ishlaydi, tokni yerga o'tkazib yuboradi. Mana shu holatda bo'lib turibdi. Har bitta narsalar anaqalarimizga, teoplipol aristonlarimizga alohida avtomat tashlangan bezopaslik bo'lish uchun Yevromontada menimcha shunday qilinadi. Mana shu turibdi. Yonida vishilkamiz. Vishilkaga boshqa joy topa olmadik. Kiyim-kechak ilsa bo'ladi bemalol. Mana shunday holatda vishilkamiz mavjud. Xo'p, pollarimizga keladigan bo'lsak, pollarimiz 60 ga 60 matviy kafellardan foydalanilgan. Ancha-munchaga sirpamaydi. Xudo xolasa chiroyli holatda turibdi bular ham. Mana shu holatda bo'lyapti. Patologimiz dekor plas bo'lgan. Qovurg'ali dekor plaslarimizdan foydalanganmiz. Xudo xolasa bu ham chiroyli bir o'zgacha bir chiroy berib turibdi deb o'ylayman. Xo'p, lampalarimiz germetichli lampalardan ikkitagina 18 vatli lampalarimizdan qo'yib qo'yganmiz. Yorug'lik berishlari chotki xudo xolasa chiroyli holatda bo'lib turibdi. Xo'p, endi xonamizning razmerlariga keladigan bo'lsak, ko'pchilik qiziqadi razmerlari. Ko'pchilik hammom qildirmoqchi bo'ladi, noldan proyektini qiladi-da, o'zi bilgancha qilib qo'yadi. Usta bilan kerak bo'lsa maslahatlashish kerak. Nimalar qo'ymoqchi, qayerlarga qo'ymoqchi. Hali mehnat ko'paymaydi. Mana shu yerda ham ozgina mehnat ko'paygan, eshik ochilgan, yana qaytadan yopilgan, shunga o'xshash narsalar bo'lgan. O'zi asli razdevalka sal kattaroq bo'lishi kerak, cho'miladigan xona faqat cho'milish uchun kiriladi, kichikroq bo'lsa ham bo'ladi. O'shuning uchun usta bilan bemalol maslahatlashib, xudo xolasa maslahat qilsanglar, rasxod ham kamroq bo'ladi, mehnat ham kamroq bo'ladi. Kerak bo'lsa noldan usta bilan maslahatlashib, bitkini chovur, g'ishini, devorini, tomini yoptiringlar. Iloji bo'lsa. Xonamiz razmeri bunaqasiga mana 1 metr. 1 metr. 1 metrga 1.90 bo'lgan bu xona, razdevalka xona. 1.90 ga 1 metr. 1.90 ga 1 metr narsaga maksimal darajada hamma yo'l sig'dirishga harakat qildik. Rakivinamiz bor, kirmoshnamiz bor, tepasida oynasi bor, motorimiz bor, avtomat motorimiz. Bu tomonimizda teoplipol ko'ralarimiz bor. Tepasida avtomat shitimiz bor, vishilkalarimiz, sushilkalarimiz bor. Hamma yo'g'i bor. Xudo xolasa kichkina joyga mana shuncha narsani qo'ldan kelgancha sig'dirishga harakat qildik. Hamma usta har xil. Kimdir teoplipolda mana shu xonani boshqa usta qiladigan bo'lsa, teoplipolda eminni teoplipolda ko'rasini bu yerga qo'ymaydi boshqa usta. Bunisi avtomat shitni bu yerga qo'ymaydi, vishilkani qo'ymaydi. Hamma ustaning o'zini yo'nalishi, o'zini tartibi bor. Kimnidir ishi yoqadi, demak bir-birini bir-biriga to'g'ri kelganligi uchun. Men mana shuni ma'qul ko'rdim, mana shu yerga to'g'ri deb bildim, mana shu yerga qo'ydim. Boshqa usta bo'lsa bu yoqqa qo'yishi mumkin. Balki men ishimda xato bordir, balki boshqasinikida. Xudo xolasa kommentariyaga mana shu narsalarni qo'ldan kelgancha o'zingizlar kengroq bir ma'lumot berib o'tib ketasizlar. Men ham xudo xolasa haligi tajribadan kelib chiqib mukammallashishga harakat qilamiz. Xatolar bo'lsa negativ hisoblamayman, bemalol kommentariyaga yozib ketaverasizlar. Endi cho'miladigan xonani ko'rsatib o'taman. Xo'p, dushovoy xonamiz. Dushovoy xonamizga shunday eshikdan kirganda mana shunday ro'paramizda aristonimiz mavjud. Aristonimiz 80 litrli ariston. 50 taligini qo'ysak ham bo'lardi. 50 taligini bilasizlar, 2 kishiga, misolda adil suv ishlatadigan odam bo'lsa, 2 kishiga zo'rg'a yetadi. Endi bu yerda odam ko'pligi uchun 80 talik ariston qo'ydik. Xudo xohlasa bemalol 3 kishiga tezab ishlatsa 4 kishiga ham bemalol yetadi suv. Mana shunday ko'rinishda turibdi. Aristonimizni ham pryamoy tokka ulab qo'yganmiz. Zazimleniyalargacha qo'yilgan. Xudo xohlasa chiroyli holatda turibdi. Bu tomonimizda tagida mana shunday tahorat olish uchun joyimiz mavjud. Mana ajoyib holatda ishlayapti. Uklonlarini balandroq qilganmiz va sababi, uklonni baland qilishimiz sababi, ko'rib turibsizlar, tepaga suv qaytib sachramayapti mana. Tepaga suv qaytib sachramayapti. Endi bitta ikkita videoyimda aytdim,
pastga tushgan suv обратный tahorat olayotgan odamni o'ziga qaytib sachrasa, tahorat mustahkam bo'lmasligi mumkin degan gapni gapirib o'tdim boshqa videoimda. Shunda bitta akamiz kommentariyaga yozibdi, siz bunaqa deb fatvo bermang debdi. Endi birinchi gap shuninglar, misol pastga tushgan, misol nima desam ekan, pastda bir iflos demayman, endi yomon suv qaytib o'ziga sachrasa, shunday narsa meni o'zimning fikrim, bu fatvo emas, boshqa emas. Shunaqa bo'lishi mumkin. Tahorat oladigan joyimizni iloji bo'lsa qibla tomonga qaratib qo'ysa, bir ikkitasidan so'radim, yaxshi ekan. Tahoratni qiblaga qarab olish shart emas ekan, lekin qibla tomonga qarab tahorat olsa yaxshiroq ekan. Misol qibla tomonga qarab olsa ma'qul ekanda, yaxshiroq ekan xullas. Shuning uchun tahorat oladiganimizni mana shu ro'paraga joylasak ham bo'lardi, bu tomonga qarab tahorat olsa. Bitta riyatda bir tartibda bo'lardi, ham chiroyli joylashardi, lekin bizda imkon bor, fursat bor, vaziyat bor, sharoit bor, joy borligi uchun biz qibla tomonga tahorat oladigan joyimizni qibla tomonga qaratib qo'ydik, joyladik. Endi mana bemalol qibla tomonga qarab, qiblaga yuzlanib bemalol tahorat olsa bo'ladi. Ko'pchilik negativlar aytishi mumkin, Aristonga tursa kallasini urib oladi yo boshqa deyishi mumkin. Endi buni tagiga kirib olmaydi tahoratni. Misol turayotganda ham odam tepasida narsa borligini biladi. Aristonni bu yerga ilishimiz sababi nima desam ekan? Razdivalkada ko'rdinglar, hech qanaqa joyi yo'q Aristonga. Bu tomonga qo'ysa yo'lga chiqib qoladi. Bu yog'imizda kira mashina bor. Umuman razdivalkada umuman joy qolmadi. Razdivalkada joy. Endi bu yerimizda bu tomonga qo'ysak dushovoy bor bu yerda. Bu tomonga qo'ysak unitaz bor. Unitazda o'tirsamda yonbosh bo'lib o'tirish kerak bo'lib qoladi. Hali noqulay bo'lib qoladi. Eng to'g'ri variant men uchun mana shu bo'ldi. Eng to'g'ri, eng yaxshi joy mana shu bo'ldi men uchun. Xudo xolasa sizlarga ham yoqadi degan umiddaman. Mana shunday bo'ldi. Bu tahorat olayotganda sovun qo'yish uchun sovun qo'yadigan joyimiz mavjud mana. Nerjavikadan xudo xolasa umri uzoq bo'ladi, ancha-munchaga zanglamaydi. Nerjavikadan bu yog'imizda kalsium mavjud. Oyoq sochiqni ilish uchun bemalol mana qo'li yetadi. Bemalol oyoq sochiqni iladi, oladi, yana qaytarib ilib qo'ysa bo'ladi. Bu tomonimizda dushovoy stoyka, dushovoy smestitel deydi kimlardir. Dushovoy deydi. Mana shunday yuvib qo'yganimiz uchun mana buyoqlar ham suv bo'lib ketibdi. Dushovoy stoykamiz, xudo xolasa ishlashlari yaxshi. Meni fikrimcha. Mana shunday holatda ishlab turibdi. Lekin bitta tomonini aytib o'tib ketaman o'zim. Xonamizni bo'yi pastroq bo'lgan. Sababi bizdan oldingi ustalar devorni urgan, betonini qo'ygan, g'ishini urgan ustalar pastroq bo'lsa yaxshiroq o'siydi deb bu yaqinda bo'lgan ish emas, u 3-4 yil, 5-6 yil avval qurilgan joy. Pastroq qilib qurib ketishgan ekan. Pastroq bo'lgan ekan, xullas bo'yi. Atak isishi zo'r bo'lyapti, uyda egasi, lekin bemalol foydalansa bo'lyapti. Past bo'lsa ham. Pastligi bo'yi 1.85 razmeri, poldan olganda 1.85 bo'lgan bo'yi. Mana shu razmerda. Xonamiz как положенный utopletr bo'lgan. Hamma tomonlari utopletr bo'lgan. Mini vatalarda xudo xolasa utopletr qilganmiz. Men sizlarga aytgan yangiligim mana shunday dekorativniy panel mana xohlagan gullarni yoki xohlagan manzaralarni rasmini mana shunday joylasanglar bo'ladi mana. Chiroyli. Menga misol yoqdi mana. Ajoyib holatda. Haligi hayotga bir marta kelasizlar, o'zingizlarga yoqadigan narsa qilsanglar, nima endi bu qilinadigan rasxod bir marta qilinadigan rasxod. Shun bilan 10 yil, 15 yildan keyin yana rasxod qilinadi. Xolos bu xolmonga. 10 yil, 15 yil undan ham uzoq xudo xolasa zakkomlik xizmatini qilib beradi. Mana shunday manzaralarda xohlagan razmerilarda, xohlagan manzaralarda, xohlagan gullarni xudo xolasa telefondan rasmini tashab berib, zakaz berib chiqartirsanglar bo'laveradi. Ajoyib mana. Ko'rib turibsizlar, suv emmaydi, namni o'tkazmaydi, o'zini termoizolyatsiyasi bor, issiq sovuqni ma'lum miqdorda ushlab beradi. Shunday holatda bo'lgan. Dushovoyimizni tanishtirib o'tdim. Yog'imizda mana
sovun, shampun qo'yish uchun mana shunday polkamiz mavjud. Sovun, shampun qo'ysa bo'ladi. Bu yog'imizda ham imin sovun uchun mana shunday joyimiz mavjud. Bu yog'imizda machalkalar ilish uchun mana shunday vishilkani o'rnatib qo'yganmiz. Bu tomonimizga keladigan bo'lsak, bu tomonimizda unitazimiz bor mana. Unitazimiz mana. Yopsangiz tarsida yopilib ketmaydi, o'zi vakuumlik. Spokойно yopiladi. Endi suvini bosay desam, motorda shovqini keladi. Motor ishlab shovqini keladi. Shuning uchun suvini bosganim yo'q. Qancha o'rnatganmiz? Mashina bo'lmagan qo'yib o'rnatganmiz. Xudo xolasa, unitazimiz bu tomonroqqa joylaganmiz. Shtobi bu yog'iga bir paqir, haligi polda artadigan shunaqa narsalar sig'ib ketish uchun unitazimiz bu tomonroqqa joylab qo'yganmiz. Mana shunday holatda bo'lib turibdi, xudo xolasa. Bu xonamizni pollari ham 60 ga 60 matviy kafellardan foydalanilgan. Xudo xolasa chiroyli holatda bo'lib turibdi. Bu tahoratxonamizni chuqurligi bu tomonimiz 25 bo'lgan. Bu tomonimiz 25 bo'lgan. Bu yoqda sal balandroq bo'lgan kiloni borligi uchun. Bunaqasiga 60 bo'lgan, bunaqasiga 45 bo'lgan. 60 ga 45 и 30 qilib qo'ysalar ham bo'laveradi chuqurligini. Endi ko'pchilik so'raydi-da, misol savollar uchun. Semestitilimiz mana xudo xolasa chiroyli holatda turibdi. Bu ham polni tepasidan 40 sm tepaga o'rnatsanglar bo'laveradi. Razmerlarini aytib ketyapman-da. Bu yerimizga kontrol kranlarimiz qo'yganmiz. Mabodo kir mashinada bir avariyli holat bo'lsa, motorni o'chirib, hojatxonani, dushni, hamma yo'lni o'chirib yurmaysizlar-da, mana shu yerda o'zidan shunday o'chirasizlar. Mana shu yerda o'zidan shunday o'chirasizlar-da. Aristonni bo'shatib, suvini to'kib, bemalol remont qildirsanglar bo'laveradi aristonni. Shuning uchun kontrol kranlar qo'yib ketilgan. Boshqa semestitillarimizga, ya'ni rakivina semestitiliga qo'yildi. Bu yerda unitazimizga ham xuddi shunday qo'yib ketildi. Mana shunday haligi qulaylik maqsadida shunday qo'yib ketildi. Bu yog'imizga ham, mana ichkariga ham vaqti bemahal veshilka qo'yib qo'ydik. Bu narsa ilgani foydalansa bo'ladi. Bu hojatxonamizdan menimcha faqat yengiliga foydalaniladi. Ya'ni ko'pchilik negativlar bo'lishi mumkin. Qish kunida tashqarida, sovuqqa borgandan ko'ra mana shu ichkarida issiqni yengilga foydalanadi. Bitta narsa qolib ketibdi. Bu yog'imizda mana shunday vitichkamiz mavjud. Bu ham elektriskiy. Ключаторga ulab qo'yganmiz. Ключатор yoqadi, ishlaydi. Ancha-muncha farlarni, boshqalar tortib ketadi. Bu xonamizda patroylar dekor plus bo'lgan. Ikkita germetishli lampalarimiz bilan yoritiladi. Yoritish asboblari shu. Bu razmerlariga keladigan bo'lsak, 1.90 ga 2 razmerda bo'lgan, 1.90 ga 2. Bo'ylari 1.85 bo'lgan. Razdivalkani bo'yini aytmadim ekan. Razdivalkani bo'yi 2 metr bo'lgan. Necha balandroq bo'lgan razdivalka. Shunday qilib qilingan ekan. Hurmatli obunachilar, butun O'zbekiston bo'ylab, respublika bo'ylab usta xizmatlarimiz mavjud. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Qo'shni davlat Qirg'iziston, Qozog'iston, xullas hamma davlatlarga ham xizmat ko'rsataveramiz, faqat kelishilgan holda. Telefon raqamlarimizni qoldiramiz. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa kerakli ma'lumotlarni videoda aytib borishga harakat qilamiz. Bizga obuna bo'lib, bizni qo'llab-quvvatlashda davom etib turinglar. Bu videoni mana shunday hammom qildirmoqchi bo'lgan aka-ukalaringizga, tanish bilishinglarga maksimal darajada jo'natib qo'yasizlar. E'tiboringlar uchun rahmat. Sizlar bilan men Muhammad Yusuf Mamatqulov bo'ldi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.